korrupsiya bu jamiyatimiz uchun eng katta muammo. Biz bunga befarq bo'lishimiz mumkin emas. Agar biz halollikni tanlasak, ertangi kunimiz ancha yorqinroq bo'ladi. Halollik eng zo'r sifat. O'qishda ham, hayotda ham aldash kerak emas. Agar korrupsiya bo'lsa, adolat bo'lmaydi. Adolatsiz joyda hech kim o'sib rivojlanmaydi. Korrupsiyani kamaytirish uchun hammamiz halol bo'lishimiz kerak. Har bir kichik yaxshi ish katta o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Biz korrupsiyaga qarshimiz.